Namangan tur O'zbekiston bunaqa ish qilmaydi. Ko'chadan mo'shta olmaymiz deysiz. Haqiqatdan olmaysizmi aka? Namanganda eng trendda turgan Blatno mo'ykani sizlar bilan birga tekshirib ko'ramiz. Bu mo'ykamiz hatto tashqi reklamalargacha yo'q aka. Chunki bular shaxsiy brendlarni zo'rlab rivojlantirganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Yaxshi o'ynayman. Sizni ham hayotda ko'rdim, kun bor ekan aka. Instagramda doim kuzatib kelaman aka. Blatno mo'yka deb ochib olasiz. Aka mo'ykami, palirovkami, keramikami, o'zingizning sohangizda o'zini tanishtirib bering aka. O'zi sohamiz mo'ykadan boshlangan. Buni biz auditoriyamiz yaxshi biladi. Mo'ykani rivojlantirib, pikka chiqarib, keyin detaylingni qo'shdi. Mo'ykani oxiri detaylingda polirovka, keramika, broneplyonka, kraska xizmati o'zimizda bo'lmasa ham professional ustalarga olib borib ishni bitkazib beramiz. Laboyimiz bo'lmasa ham o'rnatib berishadi professional bo'ldi. Gap yo'q. Aka, yana hammani qiziqtiradigan savol bor. Namangan tur O'zbekiston bunaqa ish qilmaydi. Ko'chadan mo'shta olmaymiz deysiz. Haqiqatdan olmaysizmi aka? Ha, ko'chadan mo'shta olmaymiz. Endi hozir men shuni sababini ham aytib o'taman. Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi, mo'shna tanlaydi deydi. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, Blatno mo'ykada mo'shna tanlanmaydi. Moskvich, Jiguli, Arava olib kelib bersangiz ham ishingizni sifatli qilib bitkazib beramiz. Hatto tashqarida reklamalarimiz ham yo'q aka. Tashqi reklama ham qo'ymaganmiz. Qachondir qo'yamiz endi. O'zimiz uchun atalgancha kerak bo'lmasa ham kerak. Aka, bitta Blatno mo'yka narxi nechi pul? Xo'p, Blatno mo'yka narxi yengil mo'shtalarga 200 mingdan boshlanadi. Katta mo'shtalarga 300 mingdan, mo'shtani holatiga qarab. Ag'i $100, 1,5 milliongacha xizmatimiz bor. Endi klientni yuragi torligiga qarab-da. Biz yaxshi qilishdan gap yo'q. Aka, hammaga tavsiya qilib qolamiz. Bemalol mo'shtaning ishini topshirib ketsangiz bo'ladi. Ammo sizlar yaxshi ish boshlabsizlar. Okarimizga ham podpiska qilib qo'ying, mana shunaqa shaxsiy brendiga ega bo'lgan ustalarimizni ishlarni yoritib berishdi. Gazini bo'lsin. Gap yo'q, aka, qattiq. Rahmat Rahmat aka.